Assalomu alaykum, Xushnudbek News video blogining kuzatuvchilari. Bugun ko'rib turganingizdek biz studiyada emasmiz. Biz sal boshqacharoq yondoshdik, ya'ni hozir media markazida ichkarida oliy ta'lim bilan bog'liq bo'lgan, ayniqsa imtihonlar bilan bog'liq bo'lgan katta uchrashuv bo'ladi. Xalqaro press klub tashkillashtirayotgan va unda hamma vazirlikda o'sha rahbarlari, mutasaddi shaxslar ishtirok etgan. Keling, biz ham savollarimizni ularga berib qolishimiz kerak. Hozir ichkariga kirsak, jonli efir boshlanish arafasida yuring birgalikda tomosha qilamiz. 7-iyun kuni Xalqaro press klubda bo'lgan uchrashuv oliy ta'lim, ayniqsa yaqinda bo'ladigan qabul jarayonlariga bag'ishlandi. Matbuot anjumanining spikeri sifatida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri birinchi o'rinbosari Inomjon Majidov, Davlat test markazi direktori Majid Karimov, O'zbekiston Milliy universiteti rektori Avazjon Marahimov, Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti rektori Sadriddin Turobjonov, Toshkent tibbiyot akademiyasi rektori Laziz To'ychiyev va Toshkent davlat yuridik universiteti prorektori Mansurxon Kamalov chiqish qildilar. Uchrashuvda ishtirokchilar tomonidan ta'lim tizimining muammolari haqida o'tkir savollar berildi. Uyalib, istihola qilib o'tirilmadi. Chellaga o'xshagan 5-6 ta yigit birlashib olib, bahslashib ketibdi. Keling, avval o'zimning savolimdan boshlasam. Xushnud Xudoyberdiyev, huquqshunos, bloger. Davlat test markaziga savolim, mana ilgari an'ana bor edi, har safar 10-avgustda javoblar e'lon qilinar edi, qat'iy. Va keyinchalik abituriyentlar soni ko'paydi dedik, 15, 16, 17, mana xudo xolasa 22 ga ham chiqdik, 22-avgustgacha. Hozir ko'p gapirilyapti, texnologiya rivojlanib ketgan deb. Zamonaviy texnologiyalar rivojlangan davrda shu kompyuterda hisob natijalarni tekshirish uchun 22 kun juda ham ko'p emasmi? 5 kun ichida masalan uzog'i bilan tekshirib natijalarni e'lon qilish bu shaffoflikka katta ta'sir qiladi. Shuni kadr yetishmaydimi bizda yoki texnologiya yetishmaydimi? Birinchi navbatda test markazi 1994-yil tashkil etilgan. O'sha tashkil etishda unga qo'yilgan vazifalar o'sha tashkil etish jarayonida qarorda belgilangan. Bundan tashqari shtatlar raspiyasi ham, jadvali ham o'shanda belgilangan. Bundan keyin hozir test markaziga qator vazifalar qo'yildiki, hozir vazifalar qariyb 15 barobar oshib ketdi. Shermat bor, o'tirib ket. Shermat bor, qo'ylarni o'tlat. Shermat bor, bolalar o'shata ajrat. Lekin shtat o'zgargani yo'q. Kamaysa kamaydi, lekin o'zgargani yo'q. O'sha boshlang'ich paytda 80 ta bo'lgan bo'lsa, hozir 62 ta shunaqa 3 ga qo'ygan. Endi albatta texnika, moddiy texnik bazani muntazam ravishda yengillab boriladi, lekin u ham talab doirasida emas. Bundan tashqari ya'ni bu inson faktori deyiladi, test markazi shu bilan birga haligi axborotni chiqib ketishini saqlash kerak. Bu uchun butun respublika nigohi test markaziga qaratilgan. Har xil faktorlar bor. Har xil siz aytgan yangi texnologiyalar borki, biz hali variantda tayyorlab bo'lmasdan, kitoblarni tayyorlamasdan axborot chiqib ketishi mumkin. Lutfi sotibdi. Yo'q, oyijoq, unaqa emas. Yo, Lutfi sotibdi. Buni oldini olish kerak. Ba'zan muntazam ravishda yengillab boriladi, lekin u ham talab doirasida emas. Mana shularni e'tiborga olgan holda testda o'sha sifatli, masalan chiqib, yanishib qolindi, xato chiqib qoldi degan narsalarni oldini olish maqsadida qayta ko'rib chiqib, natijalarni savol tug'ilmaydigan darajaga olib kelish uchun test markaziga yoki bo'lmasa test jarayonida ishtirok etganlarga savol tug'dirmaydigan joyda aniq sifatli tashkillashtirish uchun muddatlar qisman cho'zilyapti. Mana yuragimga qo'ying, mana deysiz. Keyin Oliy ta'lim vazirligiga o'zlariga foyda bo'lishi mumkin bo'lgan bir taklifni bildirdim. Bu yilgi qabulda bitta yangilik bor, ya'ni prezident portali mavjud. Oldingi qabul jarayonlarida bu narsa bo'lmasdi. Hozir bu yil endi misol uchun juda ham issiq bo'lib ketdi, stul yo'q ekan degan masala bilan ham prezidentga murojaat qilish holatlari juda ham ko'p bo'lib ketishi mumkin. Chin so'zim, hech kimga cho'q etmayman. Rahmat. Nahotki. Alo? Shuning uchun taklif qilmoqchi edim. Portalga bo'ladigan murojaatlarni bir 90% o'sha zahotiga hal qilish mumkin bo'lgan mayda masalalar bo'ladi. Ya'ni prezidentga chiqish darajasidagi emas. Shuning uchun imkoni bo'lsa, Oliy ta'lim vazirligi ham Davlat test markazi bitta горячая liniya deydi, ya'ni qaynoq bir raqam
ishga tushirishsa-da, hamma qabul komissiyalariga buni juda ham bir o'nlab, yuzlab ekzemplyarda ilsa, mabodo savolingiz bo'lsa, mana shu nomerga telefon qiling. Muammoingiz bo'lsa, mana shu nomerga telefon qiling deb va bitta alohida ishchi guruh ishlasa. Agarda bu yil ko'p muammolar bo'lsa, prezidentni virtual qabulxonasiga juda ko'plab murojaatlar bo'ladi. Shuni oldini olish uchun nima qilish mumkin? Endi birinchidan boyagi liniya ana 00 dan tashqari har yili oliy o'quv yurtlarida qabul komissiyalarida telefon bor. Bu yili ochildi vazirni hamda rektorlarni virtual, hamma rektorniki bor. Endi sizni taklifingiz qabul qilinadi. Buni ustida har doim ishlaymiz. Vazirning birinchi o'rinbosari o'z fikrini ta'kidlar ekan, vazirlik ishonch telefonida atigi 2 kishi o'tirishi va ular ham hattoki murojaat bo'yicha tashqariga chiqib ketishi mumkinligini ma'lum qildi. Oliy o'quv yurtlarida qabul komissiyalarida telefon bor. Bizda vazirlikda abituriyent shtabi bor. Bu yerda bu aytishingiz mumkin. Siz aytasiz yoki boshqalar aytadi, bu yerga tushib bo'lmaydi. Ammo bilaman, ikkita odam o'tirib kechasi уже bir narsani qabul qilmaydigan darajada ketishadi. Tinmay gaplashib o'tirishadi, nafaqat tinmay gaplashib o'tirishadi. Borib o'quv yurtiga borib ham keladi. Rektorlarning asabiga tegib. Vazirlikda qoldaman. Endi shu yerda bu yildan birinchi yo'q, so'raman. 10 ta odam, chunki mamlakat katta 33 million aholi. Endi u vazirlikda oliy o'quv yurtini o'zida bo'laman, Korsikani to'q servisida 20 ta odam o'tiradi. Korsinka 700 ming abituriyentning muammolarini ishonch telefonida atigi 2 kishi eshitishi qay darajada to'g'ri, bunisini bilmadim. Agar vaqtida tegishli choralar ko'rilmasa, prezident portalidagi minglab murojaatni yopaman deb 2 kishi emas, 200 kishi ovora bo'lishi mumkin. Matbuot anjumanidan keyin bir quvonchli voqea ro'y berdi. Ilk marta Xushnudbek News loyihasi uchun mutasaddi shaxslar intervyu berishga rozi bo'lishdi. Loyihamizni hurmat qilishganligidan juda ham xursandman. No. Hazırlayayım. Dastlab yurtimizdagi eng otaxon dargoh hisoblangan O'zbekiston Milliy universitetining rektori professor Avazjon Marahimovga o'qishga kirishdagi qing'irliklarga qanday kurashish mumkin degan savol bilan yuzlandim. Bunga kurashish yo'lini ham, mexanizmini ham muhtaram prezidentimiz ko'rsatib berdilar. O'zlari tashabbus bilan chiqib, kelinglar, menga qaranglar, bu qabul jarayonini qanday tashkil qilyapmiz? Bu chegarani chizib qo'yamiz. Undan keyingi o'sha chegaraga tushaman deb qilayotgan har xil yo'llar bilan kirayotganlarni oldini olish. Umuman qabul jarayonini shaffof qilish. Qoidalarini oldindan e'lon qilib qo'yish. Prezidentimizning ichki qarorlari mana qabul jarayoni bo'yicha qabul qilingan qarorda biz aytaylik 68 baldan yuqorisini kirishligini. Bu yerda ham o'sha super kontrakt degan termin ishlatildi. Super kontrakt o'zi nima? Men buni tarjimasini shunday dedim. Siz aytgan narsalarni oldini olish yoki korrupsiyaga qarshi qabul qilingan qonunda ijrosi real amaldagi bir mexanizmini ko'rdim shu qarorda. Endi agar biz jarayonni to'g'ri tashkil qilsak, haligi mashinniklarni, muttahamlarni uzr endi qo'pol aytayotgan bo'lsam ham, o'shalarni shu jarayonga yaqinlashtirmasak, uni oldini oladigan zamonaviy texnologiyalardan foydalanadigan bo'lsak, albatta bu kamayadi. Shundan so'ng Toshkent davlat yuridik universiteti o'quv ishlari bo'yicha prorektori Mansurxon Kamalov oliy ta'lim tizimidagi ortiqcha yuklamalar, talabalar vaqtini behudaga oladigan keraksiz fanlar va qog'ozbozlik haqida fikr bildirdi. Biz aytishimiz kerak, xorijiy tajribadan kelib chiqamiz. Xorijiy vuzlarni oladigan bo'lsa, oliy ta'lim muassasalarini, masalan, Westminster universitetini u yerda ishlaganimda uzog'i bilan bir 15 ta fan o'qiydi 4 yil davomida. Lekin Toshkent davlat yuridik universitetiga ishga o'tgandan so'ng kelganimizda, demak 58 ta fan o'qitilardi. Bu nima sabab deb uni qisqartirishni boshlaganimizdan
domlalar tomonidan juda ham o'zini soatiga talashish, yo'q buni qisqartirib bo'lmaydi, bu fan juda ham kerak. Har bitta domla shu fan albatta talaba uchun kerak, kelajakda bunisiz mutaxassis bo'lmaydi degan fikrga olib kelinardi. O'z navbatida ko'pgina holatlarda shu narsani aytishimiz kerak va oliy o'quv yurtlarimizda shu narsa davom etyapti. Ko'p narsa qog'ozda qolib ketyapti, amalda ishlar qilinmay qolyapti. Bu narsa o'z navbatida davlatimizning pullarini va salohiyatini, yoshlarimizni vaqtini behuda sarf etilishiga sabab bo'lyapti. Domla charchash kerak emas. Uzog'i bilan bir 3-4 marotaba darsga kirish kerak. Qolgan payti o'zini ustida ishlash kerak. Ilm bilan maqolalar yozsa, dissertatsiya yozsa va sifatli bajarsa, biz buni moddiy rag'batlantirish tizimini kiritdik va qo'shimcha tijorat yo'li bilan kirib keladigan talabalarimizning pulini domlalarning oyligini ko'tarib berishga yo'naltirmoqchimiz. Xuddi shu fikrlarni davom ettirgan holda Xalqaro press klub rahbari Sherzod Qudratxo'jayev ham ta'limda qog'ozbozlikni kamaytirish uchun nima qilish kerakligi haqida maslahatlar berdi. Qog'ozbozlikni yo'q qilish uchun biza fikrlashimiz darajasini bugun psixologlar yangi bosqichga, yangi darajaga olib chiqishimiz kerak. Bu yerda ishonch mezoni ko'proq bo'lishi kerak. Domlaga ishonish kerak, kafedra mudiriga ishonish kerak. Va ishonch qachon bo'ladi, bilasizmi? Davlatda ham majburiyati bor, qachonki ular kompetent bo'lsa, qachonki ular ilmli, bilimli bo'lsa. Shunda qog'oz emas, biz ularning salohiyatiga ishonamiz. Shuningdek, fursatdan foydalanib Toshkent davlat yuridik universiteti prorektori Mansurxon Kamolov Xushnudbek News loyihasi orqali xorijlik fuqarolarga murojaat yo'lladi. Hurmatli abituriyentlar, Toshkent davlat yuridik universiteti nomidan men bir narsani aytaman. Azaldan Toshkent davlat yuridik universiteti chet ellik talabalar bilan boy bo'lgan. Hozirda ham Vyetnamdan kelishadi. Afg'onistonda bitiruvchilar ko'p, yuqori lavozimlarda ishlaydi, vazir lavozimlarida. Qolaversa shu SNG davlatlarida juda ham ko'pchilik bitirgan. Shu tajribani yana qaytarishimiz kerak. Bizga xorijiy talabalar kerak va sizlarda juda ham hozir yaxshi imkoniyat bor. Biza test sinovlarisiz suhbat asosida sizlarning dunyo qarashinglarni, biliminglarni belgilagan holda sizlarni qabul qilamiz va o'zimizda o'qishga sharoit yaratib beramiz. Marhamat, Toshkent davlat yuridik universitetiga kelib topshiringlar va talaba maqomiga erishinglar. Xulosa qilsak, matbuot anjumani yaxshi o'tdi. Buni press klub rahbarining fikri ham tasdiqlab turibdi. Ochig'ini aytaman, bugungi jamiyatdagi o'zgarishlar, jamiyatning kayfiyatini olib qaraydigan bo'lsak, har bir berilgan savolga javob berildi. Diplomatik olib qochish, javob bermaslik yoki inkor etish bo'lmadi. Mana o'zingiz ham shu yerda o'tirdingiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugun mana shu bizga ilm olamining eng qaymoqlari, mana shu oliy o'quv yurtlarining rektorlari, vaziri birinchi o'rinbosari, test markazining rahbari javob berdi va men bildimki, bugun jamiyatdagi mana shu ob-havo, jamiyatdagi iqlim bir xil. Ularning kayfiyati bilan, ularning fikrlashi bilan va ularga berilgan savollardagi javoblardan. Men o'ylaymanki, press klub bundan buyog'iga ham mana shu ochiqlik, munozaralik, albatta munozara bo'ladi, bahs ob-havosini davom ettiradi. Meni ko'nglim to'ldi. Rahmat. Ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. Salomat bo'ling. Bugungi Xalqaro press klubdagi suhbat, aynan oliy ta'lim tizimiga bag'ishlangan suhbatda juda ham ko'plab savollar berildi, har xil sohalardan. Vakillar imkon qadar javob berishga harakat qilishdi, lekin baribir ochiq qolgan ayrim savollar bor. Lekin bitta narsa meni xursand qildi, rosti, ochiq gap. Biz xohlayotgan ta'lim tizimidagi o'zgarishlar boshlangan. Buni har bir qarorda ham, mana savol jurnalistlar bergan savollarida ham, umuman qabul qilingan qarorlarda ham biz shuni ko'rib turibmiz. Demak, haqiqatan biz orzu qilgan ta'lim tizimiga Xudo xolasa yaqinlashyapmiz. Boramiz albatta bunga.